Assalomu alaykum. Sayroq qush ishqibozlari, sizlar bilan Sayroq qushlar Ro'shan klubi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Ro'shan Azamatov bo'laman. Telegramdagi lichkamizga ko'plab kelgan savollarga bugun ozginagina aniqlik kiritamiz va javob beramiz. Xudo xolisa hamma ishqibozlarga manfaatli bo'ladi. Bilasizlar, biz Afsan Shinapiyevda qush boqamiz. Ya'ni u qushlarimizni juda ham chiroyli tarbiya qilishimiz va sayroqlarni yillar davomida bir xilda ushlab turishini o'zini yo'riqlari bor. Hop, kelgan savolga qaraydigan bo'lsak, qushlarimizni turli vaqtida ovozlari o'zgarib qolishligi va parovka qilganimizda, ya'ni modaga qo'shgan jarayonimizda qushlarning sayrog'ini aynab qo'yayotganligi yoki tashlab yuborayotganligi haqida ko'plab ishqibozlar savol berishadi. Hop, bunga qisqagina javob beradigan bo'lsak, turli vaqtida qushlarning ovozini pasayib borishi, kalinalarida qanaqadir g'ujur qilgan tovushlarni kuzatilishiga bu tabiiy holat. Ya'ni turli vaqti ularni yana jo'jalik holatiga qaytaradi. Shu vaqtda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Qushlarimizni yana shkafga qamab, zapsini muntazam, ya'ni jo'jalik davrida qo'yganimizdagi o'zini qo'yilgan zapsini qaytadan qo'yishimiz tavsiya qilinadi. Shu bilan qushlarimizni sayrog'ini ushlab qolishga erishamiz. Xo'p, parovka vaqtida, ya'ni bezbirak parovka qushlarimizni modaga qo'shamiz, sayrog'i kamayib ketadi yoki sayrog'ida o'zgarish kuzatilyapti deyotgan ishqibozlarimizga nimani tavsiya qilgan bo'ladi? Ya'ni yosh, misol uchun 1 yasharli narimizni parovka qotganimizda tayyor bo'lib ketgan modalar bor-ku, ya'ni yoshi katta ishlagan tayyor modalarga qo'shish tavsiya qilinadi. Tayyor dumini ko'tarib turgan modaga qo'shiladi, olinadi, yana shkafga qo'yiladi va zapsga yoqib qo'yiladi. 7 kun davomida shu jarayonni qilsak, modalarimiz misol uchun tuxum qo'yib oladi. Tuxumiga gnezdoga yotganidan keyin nari olamiz, o'sha bo'ldi, qo'shmaymiz. Nari olamiz, shkafga qo'yamiz. 3 kun davomida qorong'i xonasiga, ya'ni qorong'i shkafga qamaymiz. Ertalab donini beriladi, suvini beriladi va shkafga oldi yopib qo'yiladi. Sayratilmaydi kun davomida. Faqatgina qorong'ida zaps qo'yib 3 kun davomida, 4 kun davomida zapsni ushlab turiladi va 3 kun 4 kundan keyin qush chiqaziladi va qush eshitiladi. Xudo xolasa shu manfaatli bo'ladi har bitta ishqibozga. Sababi sayrog'ini saqlab qolish, sayrog'ini ko'p yillar davomida bir xil tovushda eshitib yurish bu har bitta ishqibozni oldiga qo'ygan maqsadi deb o'ylayman. 3 kun 4 kun davomida o'sha qorong'ida ushlab turiladi va shunda qushlarni kalinasi kamayib ketmasligi yoki tezlashib ketmasligi yoki sayroqlarni yo'qotib qo'ymasligiga erishamiz. Xudo xolisa sizlarga yoqqan bo'lsa, shu maslahatimiz, like bosib qo'yasizlar. Doim sizlar bilan, doim ishqibozlarni qo'llab-quvvatlashda davom etayotgan klub, yillar davomida o'zini ustida ishlayotgan klub bu Sayroq qushlar Ro'shan klubi hisoblanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.